Bundan bir yangicha sistema qo'shyapmiz-da sotuvimizga. Hozir shu yerda mana shu ichlaringda auksion qilamiz bitta mashinani. Boshlanish narxini sizlar bitta mashina tanlaysizlar. Mana shu mashinalarimiz ichidan Cobalt, Nexia 3 yoki Spark deysizlar. Men boshlanish narxini aytaman. Mana shu klient ichida shu ko'tarilgancha ko'tariladi, emasa ko'tarilmasa o'sha birinchi klient aytilgan narxga sotiladi. Katta ehtimol bilan bitta Cobalt qo'yib berar ekanmiz. $9700 qo'yganmiz. Alloh guvohligida aytaman. 110 million so'mga men olib kelganman. 110 million so'mga olib kelib, yana bitta akkumulyator treylerimizda 700 minglik xarajati bor. Lekin bu mashinamizni bahosini men sizlarga hozir 110 million pulimiz $9100 pul bo'lar ekan. 2022-yil avtomat korobka Cobaltimizni $9100 ga boshlang'ich narxini qo'ydik. Endi mana shu ishlaringda 9100 dan baland beradigan odam bormi, yo'qmi? Mana shu 9100 da o'zimizda turibdi. Naqd pul bo'lsa, naqd pul, nasiya bo'ladigan bo'lsa 50% ni to'lashingiz kerak.